Bolniy mashg'ulunda bor edi. Siz mana restoranga o'rtoqlarni o'tga borsam, qarindoshlarga borsam, ana shunday gapimda. Sizda bu kasallik qachon aniqlandi? Nima leytinlar qo'ydi shu paytgacha? 8 yil bo'ldi aniqlanganiga. Bu stress holatidan kelib chiqamanda. Turmush o'rtog'im vafotlaridan keyin 2 yil bo'ldi. Ko'payib ketdi. O'sha narsani ichida kuyib pishib ketganman-da men boshida. Siqinib, yig'lab, nimaga minamanda, nimaga men oldimdagi keyin olmayman. Meni ham onam siqilganlar. Olib borishmagan joyi qolmagan. O'zim qancha siqilganman. Aka-ukalarim olib bormagan joyi qolmagan. Ishingizda psoriazida sizni itarishgan joyi bo'lgan. Yaqinda men Samarqandga borib keldim. Biz yerda kollejni ko'rmadingizmi bilmayman. 4-sinf bo'lgan darsga qo'ymagan o'qituvchi. O'qituvchi aytganki, ota-onalar jalba qilyapti. Bolangiz badaniga toshmalarni deb ota-onalarimiz jalba tushyapti. Bolangizni orqa partaga hech kim o'tirmagan partaga lego o'tkazishga rozi bo'ling va oshmay olib ketdi. Kechasi uxlolmas edim. Yuvingani kirganda achishardi. Shunaqa yomon achishardi. Shunda qo'l teydimi bu soch qo'rib tashlardim. Internetdan qidiraman dedim-da. YouTube'ga kirdim, Instagramga kirib shu yozdim. Imенно psoriaz nazvaniyasini yozib qidirdim. Shunda Dermalife chiqib keldi. Tabiiy vositalar yordamida shunaqa murakkab teri kasalligini yashirin formaga o'tkazish mumkinligi haqida o'ylab qo'yganmisiz? Psoriaz xronический kasallik. Xronический kasalliklarda gormon bilan davolash aqlsizlik hisoblanadi. Kinovatga bemorlarimizga nima maslahat berasiz? Mayli o'xshat harakatni boshlashsin. Tuzalib ketishadi. Assalomu alaykum Hojiga opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Xo'p, sizda bu kasallik qachon aniqlandi? Nima leytinlar qo'ydi shu paytgacha? 8 yil bo'ldi aniqlanganiga. Bu stress holatidan kelib chiqamanda. Chiqardi u bir joyimda. Keyin lecheniya olardim, yana yo'q bo'lib ketardi 1 yil, 2 yilga. Keyin yana chiqardi, yana lecheniya olardim. Уже har yili chiqqanida ko'payib bo'ldi o'sha. Слишком ko'payib, chiqmagan joylarimda chiqib, keyin gormon qilishni boshlashdi. Gormon ukollari, tiasulfat kapensasi, jigar kapensalarini, keyin gormon maslari, Dermavit, Sinafval davolandim. Qaysidir bir nafadan keyin, vaqtdan keyin yana ko'payib bordi. Vaqtincha bo'ydi, lekin unaqa bezovta qilmas edi u paytlar, chunki unaqa ko'p chiqmas edi. Turmush o'rtog'im vafotlaridan keyin 2 yil bo'ldi. Ko'payib ketdi. Ko'payib bo'lgan. Stress, juda kuchli stress oldim, ko'payib ketdi. Undan keyin gormon ukol qilishdi kapensalarini, undan keyin ves olishni boshladim. Qo'llarimga chiqishni boshladi. Aslida pulimda ko'payib ketdi. Shu Kasalxonaga murojaat qilganingizda nima taklif qilishgan birinchidan? O'zi psoriaz muammosi bilan borganmisiz yoki boshqa muammo? yo'q, psoriaz muammosi bilan borgan. Oldin nimaligini ham bilmaganman. Oilada bormi? Rahmatli odamlarda bo'lgan. Ha, natli deb Da, odamlarda bo'lgan, rahmatli odamlarda, menda bo'lmagan. Bu chiqqanida nimaligini men tushunmaganman, chunki kichkinagina bo'lgan, u chiqardi juda yomon. Borganimda bu psoriaz deb aytishgan. Necha yil haqida gap ketyapti? Bu shu 2 yil davomida, 3 yil, 3 yil. Da, 2-3 yil. Keyin уже boshqa doktorga borganda ismlarini aytmayman, noto'g'ri diagnoz bilan noto'g'ri davolaganlar uchun psoriaz yiringlab ketgan. Yiringlab juda ham katta bo'lib ketgan. Keyin o'sha yana boshqa doktorga borganman. U doktor o'sha gormon bilan davolashni boshlaganlar. U gormon tez tuzatar ekan, tez uxlatar ekan, lekin ko'paytirib yuborar ekan keyincha. Vaqtinchalik bo'ladi-ku narsa. Vaqtinchalik uxlatib, yana ko'paytirib yuborar ekan. Gormonni bitta yomon tomoni bor, atrofiya degan bo'lim bordi. O'zi gormon xronический kasalliklarda, mana psoriaz xronический kasallik. Xronический kasalliklarda gormon bilan davolash aqlsizlik hisoblanadi. Sababi xronический davom etadigan, umrining oxirigacha birga yashaydigan kasallikni 7-14 kungacha shifokor nazorati ostida berish mumkin bo'lgan og'ir turdagi gormon bilan, Sinafval bilan, Dermalife deymizmi, ular bilan davolash bu biroz noto'g'ri metod. Hozir gap shu haqida ketyapti. To'g'ri. Qo'zg'atish ham mumkin, to'g'rimi narsa? Yo'q, qo'zg'atish mumkin emas, bu yerdachi yaxshi qilib qo'yadi. Qizig'i. Boshida yaxshi qilib qo'yadi. Mana o'zlaringiz zo'r bo'lib qoladi, birdan ketib qoladi. Hammasi zo'r bo'ldi deb o'ylaysiz, lekin orqasidan keyin qayta problemalar kelib chiqadi.
Semirxon Vес yig'arkansiz-da. Vес yig'arkansiz, keyin bilasizmi shunaqangi so'rqib davolab qo'yarkan. Xursand bo'lib yurasiz. Keyin ozginadan keyin u stressga ham qarab o'tirmas ekan, bir noto'g'ri ovqatlanishingizga ham qarab o'tirmas ekan, o'zi xohlagan payt chiqib kelar ekan. Nima deydi? Ko'payib ketadi. Kuchayib ketadi ekan. Shunisi bor. Keyin gormon mazlarini surgandan keyin ketganidan keyin jigarning qora dog'li paydo bo'lar ekanda, o'sha yarasi ketganidan keyin o'sha jigarning dog'li hiperpigmentatsiya dog'lari bor, ya'ni gormon vositalarini noto'g'ri ishlatish natijasida paydo bo'ladigan pigment dog'lar. Tug'ruqdan keyingi qoladigan dog'ga o'xshagan qora jigarrang dog'lar, akantoz holatlari ham bo'lib qolishi mumkin. U o'sha gormon vositalarini noto'g'ri ishlatish natijasi. Biz gormonga qarshi emasmiz, marhamat ishlatinglar, lekin 7-14 kungacha og'ir kasalliklarni 1 oygacha shifokorning qat'iy ko'rsatmasi ostida. Bizda qanaqa ishlashadi Shohjahon? Bemor keladi, vrach dermolit yozadi. 7-14 kungacha degan joyga qaramaydi bemor. Yil 12 oy dermolit bilan o'zini o'zi boqadi. Gubkada ishim olishadi. Keyin atrofiya, orqasidan kelib chiqadigan bo'g'imlardagi muammolar va hokazolar. Yalnız yoshlardagilar kelib chiqadi ular kansa. Albatta. Atrofiyani davolab bo'lmaydi, misol uchun. Mana psoriazni yashin formaga o'tkazib olish mumkin. Undan qolgan dog'ni ketkazish azob. Dermatologiyada biz apelsin ichib, dermatologiya apelsini ichib, kasalliklarni ro'yxatidan tashqari kasalliklarni davolashdan kelib chiqqan atrofiya bo'limi bor. Tushunasizmi? Ikkilamchi bo'lim. Ya'ni kasallikni davolash uchun qilgan lecheniyalarimizni asoratini davolashimiz kerak edi. O'zi film spil qoladi. Albatta u kecha tap o'tib ketadi. Ikkilamchi kasalliklar o'sha. Ikkilamchi yuzaga kelgan muammo bo'lib qoladi va uni davolash juda ham murakkab bo'lib qoladi. Hop, Munojat opa, Dermalife qayerdan ko'rib qoldingiz? Dermalife Instagramda ko'proq faolman, endi qiziqaman anaqalarga. Shu bir kun o'tirdim, bilasizmi, psoriazi juda ham qichishi bo'ladi-ku, asabga tegib, qonab ketadi. Shunaqa paytki Telegramdan qidiraman. Internetdan qidiraman dedim-da. YouTube'ga kirdim, Instagramga kirib shu yozdim, imенно psoriaz nazvaniyasini yozib qidirdim. Shunda Dermalife chiqib keldi. Yana bir ikkita boshqa kompaniyalarning ham dorilar chiqib keldi. Nimaga imенно Dermalife? Hozir denovani tushuntiraman. Telefon qildim boshqasiga. Nomi esimdagi to'g'risi. Aytmaymiz-a. Telefon qilsam, ular aytishdiki, nima holat, qanaqa, hammasi so'rashdi, shunaqa, o holatingiz yomon ekan. Davay hozir zakaz qilamiz dedi. Men aytib, to'xtang, hozir tayyor emasman. 4 kundan keyin zakaz qilaman. Yo'q, siz telefon qildingiz-ku. Telefon qilganingizdan keyin уже zakaz berish kerak-ku, sal seriozlik bo'lmaysizmi degandan keyin qanaqadir solib cho'chidim. Haqiqatda gap bo'ldi. Maqsad sochish bo'lgan ko'rinib turibdi, haqiqatda bildim. Keyin ikkinchiga qildim, 3 ta topdim, mana sizlar u ikkitasi. Ularda ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Misol uchun sizlarda hayotdan kelib chiqishi, nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi deb birinchi tushunish bo'lsa, ularda unaqa emasdi, sirasi sochish maqsad. Siz telefon qildingiz, olishingiz kerak. Ichib ko'ring, shunaqa bo'ldi, menga ular yoqman. Sizlarga chiqqanim, telefon qilganimda vehrochga tushdim sirasi. Shivonatib bo'ldi. Ular menga unaqa nima dedilar. Shu qanaqa chiqdi, qachon chiqdi, nima bo'ldi, bizaniki qanchalik halolligini, Ibn Sinodan olinganini men aytdim, tavakkal qilaman, qo'rqmayman dedim. Faqat dedim, agar yolg'on bo'lsa, sizni vijdoningizga dedim. Shunaqa desam, Allohdan qo'rqaman, men unaqa qilmayman dedilar. Aldamayman dedilar. Bizda aldash yo'q. Biz mijozimiz o'zimizga yetadi dedilar. Reklama qilmayman dedilar. Ishonsangiz, hatto tavakkal qilib ichib ko'ring opa dedilar. Endi juda ham chiroyli tushuntirdilar. Qanaqadir yuragiga urdi ularning gaplari. Ishonch kuchli bo'ldi. Xohish o'ziga qo'yib qo'ydilar. O'zimga qo'yib qo'ydilar ular. Lekin ishonsam, ishonmasam, men baribir уже
qanaqa dori bo'lishidan, mahsulot bo'lishidan qat'iy nazar man tavakkal qilyotgandim o'sha любойnaqaga mazgayamda. Chunki charchaganman o'sha. Endi baribir 8 yildan beri davodan kelasiz. Ishonchsizlik ham bo'ladi desada. Bo'ladi, ishonchsizlik kuchli. No, o'sha oxirgisida o'sha tavakkal kuchligi demanda. Yo'q, bo'ldi. Tavakkal qilaman, to'g'ri keladimi, kelmaydimi qilib ko'raveraman, bo'ldi. O'zi qarang, tabiiy vositalar yordamida shunaqa murakkab teri kasalligini yashirin formaga o'tkazish mumkinligi haqida o'ylab qo'yganmisiz? O'ylamaganman men bu Chunki garmonni qo'ltiq qo'yishgansiz. super to'g'ri. Yo'q, ishonmagan, menga aytganlar, Mehrojam, opa biz yo'q demaymiz, ketib qoladi demaymiz. Siz shu narsa bilan yashashga o'rganishingiz kerak. Birinchidan, ikkinchidan uxlatib beramiz. Buyog'ini to'g'ri tarzda hayotingiz olib ketsangiz bo'ldi. Mana sizniki deganlar. No, biza va'da berib qasam ichmaymiz, что zo'r bo'lib ketadi deb. Keyin bo'ldi, uxlasa ham mayli deganman. Uxlasa bo'ldi deb boshladim. O'zi kasbingiz nima edi? Menejer, Menejersiz. restorator. Men qarang, restorator sifatida endi o'zi asosiy savol javob berish kerak, lekin men qiziq bo'lib ketdi shu yerdan tashabbutiyam. Aslida qarang, restorator sifatida baribir sizni tashqi ko'rinishingiz juda muhimda. Ishingizda psoriazida sizni itarishgan joyi bo'lgan? To'g'risini aytaman, bir marta bo'lgan. Bir marta bo'lgan, unda ham ofitsiantlarni, ishchilarni ichida bo'lgan. Misol uchun kattalarni emas, ofitsiantlarni ichida bo'lgan. Ko'rib qolishgan. Ozgina gap so'zga qolganman. Tilim og'rigan. Keyin o'sha начальство o'sha xo'jayinlar chaqirib, nima u qanaqa edi, bu pishvoy, restoran. Shunda men tushuntirganman, ularni meni yutug'im, bizani начальствоni akalarida ham bo'lgan bu narsa. Bilishadi. Ular tushunganlar bu narsani. Lekin u ikkita ofitsiantni bo'shatib olgan. Yo'q, siz-ku mayli, mana yaqinda men Samarqandga borib keldim, ijodni ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi bilmayman. 4-sinf bolalarni darsga qo'ymagan o'qituvchi. Ko'rdingizmi? Juda yaxshiydi u narsa-chi. Onda bechora yig'lab yotibdi. Yo'q, bolani-chi darsga qo'ymagan. O'qituvchi aytganki, ota-onalar jalba qilyapti. Bolangiz badaniga toshmalandi deb ota-onalarimiz jalba tushyapti. Bolangizni oqib partiga hech kim o'tirmagan partiga leva o'tkazishga rozi bo'ling va boshqa maktabga olib keting. U bolani psixologik ham buziladi. Nechta bu? Qara, yosh katta odam qanaqa ta'sir qilgan? Bo'lmasa o'qimishga yo'q. Bolaga qanaqa ta'sir qilgan? O endi tasavvur qiling, 4-sinf bolaga qanaqa udor bo'lganligini, onasiga qanaqa udor bo'lganligini o'ylayapsizmi? Endi men qanaqa tushuntirmoqchiman. Inson pozitiv bo'lishi kerak deb o'ylayman hayotda hamda. Misol uchun sog'lig'iga, komilvaniga, sog'lig'iga ta'sir qilayotgan, misol uchun bu qiyinchiligida o'sha narsani ichida kuyib pishib ketganman-da men boshida. Siqinib, yig'lab, nimaga minaman-da, nimaga men oldindagi kiyina olmayman, nimaga men oldindagi odamlarga qo'shila olmayman debda. Menga podдержка bergan birinchi o'rinda turmush o'rtog'im bilan jigarlarim bo'lgan, oila a'zolarim bo'lgan. Yaqin dugonalarim bo'lgan. Agar o'shalarni podдержкасы bilan meni o'zimni ishonchim kuchli bo'lgan. Insonlarni menga qarashi, fikri menga qiziq bo'lmagan. Chunki menda podдержка kuchli bo'lgan. O'sha ona, siz aytayotgan onaga o'xshab, meni ham onam siqilganlar, olib borishmagan joyi qolmagan. O'zim qancha siqilganman, aka-ukalarim olib bormagan joyi qolmagan. Bitta shu qo'limni deb qanchalik menda qiyinchilik bo'lgan. Keyinchalik shu sizlar aytganlaringlarda inson bu narsa bilan yashashni o'rganishi kerak. Men o'rgandim, men yashab ketdim. Bu bilan hayot to'xtamadi. To'g'ri. Sababi bu narsani qabul qila olish kerak-da. To'g'ri. Men misol uchun siqilib o'tirmaysiz-ku, nimaga meni ko'zimni tepasida qoshim bor deb. Xuddi shuni qabul qilish kerak. Inson badanidagi bu toshmani oq dog' bo'ladimi? Toshma bo'ladimi? Bu narsani qabul qilib, u bilan yashashni o'rganish kerak. Biz bemorlar bilan gaplashganda o'zingizdan go'pani tuzatasiz-ku. Hayron qolaman-da, mahsulotlarni olganimga 3 kun bo'ldi. Demak, men buni nega natija ko'rmayapman? Siz kasalligingiz qancha bo'ldi? 42 yil. Voy, kechirasiz, 42 yillik kasallikni men bu kuyovingizga shaxsan narigi dunyodan jo'natib olgan mahsulot emas bu. Bobo gapim o'xshatishim qo'pol, kechiringlar meni. Bu narsa ilohiy narsa emas. Buning uchun siz aytgandek odamning o'zida bo'lish kerak birinchi o'chirtdi. Dafsalish umidi bo'lish kerak. Qolmaganiga tabiiy narsalar baribir. Har sema o'qiganidan keyin u singish zmitsikroq bo'ladi. Albatta, biletlar kam sema o'qiganda sразу yo'q bo'libdilar. Kimiyada garmon bo'lgan edi, boshqa gap edi.
Endi shu narsani tushunishmaydi-da. Bizlarni bemorlarni juda ko'pchiligi tushunmaydi. Endi mana bunaqa narsada ko'ngildanki inson 8 yil, 40 yil, 20 yil bu narsadan aziyat chekib kelyapti-da. Bular mahsulotni olishayotganidan keyin уже tezroq tuzaldi. Bo'ldi, sabr shuncha yil sabr bo'lib kelgan, 20 yil, 40 yil, 8 yil. Sabr bo'lib kelgan, lekin dorini ichgandan keyin уже bo'ldi, sabr tugab tezroq tuzalish. Tezroq tuzalishim. To'g'ri aytyapsiz siz tomondan. Endi bitta savol sizga. Kechiringlar, mani savolimga bo'ladi. Xo'p, mahsulotni olib ishlatgan kuningizdan boshlab parhezlarga amal qilib, tartib qoida intizomini aytishni boshladingizmi yo vitamin kompleksli kerakligini, parhez kerakligini, qo'shimcha kerakligini keyin sekin tushunib yetdingizmi? Nima bo'ldi o'zi? Ya'ni ishlash tartibimiz qanaqa bo'ldi? Sizga ma'qul keldimi? Mehroj aytyapsiz, ancha yaxshi mutaxassis. Nima deb o'ylaysiz o'zi? Qanaqa? Men sizlardan siz bu mahsulotni zakaz qilishimdan oldin men bir hafta ko'rdim. Sizni gaplaringizni eshitdim, videolaringizni ko'rdim-da, общий, misol uchun qanaqa ichish kerakligini, qanaqa surish kerakligini, nima yeyish kerak, nima yeyish kerak emasligini. Menga kechki payt soat 11da keldi. Kech zakaz qildik o'zimiz. Kelgandan keyin men sabrim chidamadi sizlarga telefon qilishim. Videoga kirdim, gruppaga videolaringizni ochdim, qanaqa qo'llanish kerak, nima qilish kerak, oldim, ichdim. Bo'ldi, o'sha o'zimga o'zim bo'ldi, munojoatni tozalasan dedim. Ertalab mazari, sovunlar, o'sha hammasi aytganingizdek, parhezni juda kuchli qildim parhezni. Lekin o'sha siz aytganingizdek, kofe mumkin emas. Men kofe ichmayman. Kofe ichgan kunim o'sha ozgina ko'paytirib, lekin kofedan chiqib ketdim. Kofelar chiqib ketdi. Juda ham yaxshi narsa. Ko'pchilikni baribir iste'mol qilgan payt dietaga amal qilish kerak. Keyin ichishadi, jalba qiladi. Mana ta'sir etmaydi. Lekin qolipda ham bo'lasa demoqchiman. Siz aytyapsizki, mana dietani ham qildim, natijani ko'rolmadim. Shu narsani demondan hozir film bor edi mana shunday. Siz juda eng asar shu birosh. Men dietani pushti qildim, lekin men aytaman. Bir misol uchun bir tug'ilgan kun to'ylar, ko'pdaga bo'lgandan nimadir yegim kelib qolsa, ozgina vabdib ko'nglim uchun yeb uyga borib, sal dozasini Muncha yeyish boshqa narsa. Bizanikilarga mana yilda 2 marta siqilaman, deymi? Qaysi payt bilasizmi? Oxirida qulupnay pishgan sezon boshlanadi. Men o'ylashni boshlayman, u bemorlarda boshlanadi hozir. Hammasi olib qulupnay haqida. Qulupnay mayin, qulupnay pishdi. Qizil desam bo'ladimi? Qulupnay desam bo'ladimi? Endi qulupnaydan bo'shadim desangiz, qovuntarus sezonlashadi. Qovuntarus sezon. Unga siqilamiz ozgina. Keyin undan qutulib siz yangi yil yaqin sitrus davri boshlanadi. O'zingiz bilasiz, sitrus qo'zg'atuvchi. Odamlarga tushuntirib yetkazib berish qiyindir, juda ham narsani. Misol uchun katta odamga yemang, sizga mumkin emas desangiz qabul qiladi, lekin bemorlarimiz ichida bolalar ham bor-da. Tushuntirib olish qiyin juda ham yedirib qo'yishadi. Yedirib qo'yishdan burun bolangizni og'ziga ura olmaysiz-da. Sizni farzandingizni hali bilmaysiz birasi. Zalog qilish. Bu g'alati chiqadi juda ham. Misol uchun farzandingiz bir narsani yegisi kelib turgan bo'lsa, uni zapret qilib, unga zararligini tushuntirib bera olmaysiz-da bolaga. Bola talaqqib turgan payt yeyish kerak. Ota-onalarga qiyin. Koptalar bilan ishlashonsa, unga zapret qo'yasiz, mumkin emas. Lekin bo'ladi ba'zi bemorlarimiz Qavolin aka, men ozgina haftada bir marta ozgina ot turaman, 50 gram mumkinmi so'raydi ham. Orada eshitib turamiz, yeginki olib turmaylik. Ha, tuzalgisi kelmasa marhamat, o'rganishsiz, qanisi yeymiz tushunib. O'zi umuman psoriaz kasalligi parhezga yaxshi ko'radigan kasallik. Ya'ni parhez shart psoriazda. Va psixoemotsional holatda bunada pozitiv bor-da, o'sha uchun chiqib ketish osonroq bo'ladi. Bo'lmasam holatlari juda og'ir edi. Biz qarshi bo'lmasangiz eski holatlaringizni rasmini barib qo'yib beraman. Yo'q, efir paytida juda yomon edi holat. Murojaat qilgan paytlarda. Hozir ham mana hali zo'r bo'lib qolmagan, davolash protsessida turibdilar, lekin nisbatan qo'zg'alish bor, ya'ni oldinga o'zgarish bor. Sekganda pok qurmayapmiz. Shu vaqtgacha qilingan lecheniyalar ichida bularni ko'nglariga yo'l topa oldik. Menimcha bizning vazifamiz o'zi bemor ko'ngliga yo'l topa olish, chunki hozir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bozorda mahsulot ko'p. To'g'rimi? Tanlov imkoniyatingiz ham ko'p-da. Internetga kirib, har xil kunlarni ham sotishyapti, chuvachinamedir, ko'zlanamedirlar boya. Yaqinda bittasi shu o'rinda gapirib ketaylik. Qirg'izistondan bitta bemor murojaat qilibdi. Bemorda psoriaz kasalligi juda og'ir fonda. Yaqinda siz gruppada ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Kroson tabib chiqdi, psoriazni davolash uchun teri kasalliklariga, ekzema psoriazga asidi fraksiya degan dorini tavsiya bo'lgan ekan. Asidi fraksiya veterinariyada, ya'ni o'sha mol doktorlari qo'yni va molni, qoramolni jigaridagi qurtni tushirib, ishtahasini ochadigan dori. Shuni psoriazga tavsiya qilayotgan ekan tabib. Uni aloqasi yo'q. Qizig'i tushyapti odamlar. Tushyapsizmi? Eng achinarli joyi shunda. Ya'ni siz aytganingizdek, tuzalish uchun qayerda najot bo'lsa o'sha urib ko'ramiz, lekin baribir odam bosh miya insonga o'ylash uchun berilgan, fikrlash uchun berilgan. Nima uchun men hayvonga mo'ljallangan dorini iste'mol qilishim kerak? Menga bo'ladimi? U meni azali fraksiya qotun jigarni tutib oladi. Lekin aslida man ham qo'limga surib ko'rganman. Ana asomi. Ayni pullar 8 yildan beri bana olib kelishadi. Bularni tushsa bo'ladi. Tushunib qo'yganda o'tirib. Hop, hozir shu kecha kunduzda qanaqa holatingiz? Hozir juda ham yaxshiman, Xudoga shukr. Ishonasizmi, uxlash kechasi uxlolmas edim. Kechasi uxlolmasdan boshim shunaqa og'riyardi. Chunki bilasizmi nimadan? Qichish juda ham kuchli bo'lardi-da. Mana shu o'tirib qishganingizda-chi bilasizmi, qonab ketardi-da. Bu qichganda prosta qichishmaysiz. Shunchalik qichganingizdan-chi ichiga berilib ketasiz-da, ya'ni miyalaringizga berilib turadi-da. Azob bilasizmi, boshingizni ichib qichishib, qattiq qichishayotgan topolmaysiz, bo'ladi shunaqa. Asabiylashgan. Shunaqa bo'ladi-da, bu yerda ham. Kechasi uxlolmas edim. Yuvingani kirganda achishardi. Shunaqa yomon achishardi. Shunda ho'l deydimi, bu soch qo'rib tashlardim-da. Shu bu tezroq qurisinmi, tezroq o'zini anaqa qilsin deb. Mas surganimdan keyin ham xuddi shu holat bo'ldi. Qo'zg'atish siz aytgandek. Qo'zg'atish, quritib, qo'zg'atib. Bu 10 kun, 15 kun chidab yashash kerak ekan-da bu narsa. 10 kun, 15 kun chidadim. To'g'risini aytaman, birinchi mahsulotni menga onam hadya qildi. Agar o'zim sotib olganimda men to'xtatardim. Chunki boshida yana ham kuchli qo'zg'alishdi, yana ham kuchli anaqa bo'ldi-da, qo'zg'atish kuchli bo'lganda chidolmadim. O'zim sotib olganimda qo'plimga achimasdim, qayerda boraman. Onam menga hadya qilganlari uchun men shuni oxirigacha olib borishim kerak dedim-da. Oxirigacha olib borganim uchun ham bilasizmi, 15 kundan keyin tinchlandi, uxlayman. Qo'limdagi yara quriganida sezaman, o'sha mas suradigan payt kelganda sezaman. Ungacha tinchlanib, asabiy yo'q. Bemalol kiyim olaman. O'zimni bemalol erkin his qildim-da, o'sha. Nimaga unaqa bilasizmi? Sirop tarkibini. Siropida valerianka, validol degan. Validol yo'q. Yo'q. Siropimiz tarkibida valeriana ekstraktini melissoti bor. Tabiatan tinchlantiruvchi, organizmni vasстановенияsiga, regeneratsiyaga yordam beradigan vosita hisoblanadi. Uyquni xotirjam bo'lishini ta'minlaydi. Chuqur uxlaysiz, sog'lom uyqu bo'ladi va o'sha asabni ancha tinchlantirib beradi. Shuni hisobiga mana shu sirop vositasining tarkibidagi valeriana va melissoti bu yerda o'sha sizga xotirjamlik vazifasini bajargan. Asosiysi shu. Va etap-etap davolanish, haligi aytganimizdek, hozir birinchi etapda turmaysiz bilan nuqta aholisi ikkinchi, uchinchi etaplar bor. Ular to'liq teridagi disruptiv o'zgarishlarni yo'qotib, ijobiy fonga o'tkazib olishimiz uchun ozgina vaqt kerak, lekin alhamdulillah biz yuzimiz yorug', bemorlar va ko'pchilik aytadi, ko'rishmaysizlarmi, bemorlarni shu o'rinda bir narsani aytib o'tib ketishim kerak, bemorlarimizga, siz kuzatuvchilaringizga как раз butun dunyoda allaqachon onlayn konsultativ markazlar ish Rivojlangan. butun dunyo ishlayapti, bu narsani. Endi to'g'ri, xirurgik, maxsus tekshiruvlar, rentgen talab qiladigan joyga borish kerak albatta. Lekin butun dunyoda vrach qabuliga onlayn konsultatsiya uchun yozilishingiz mumkin. Yozilasiz, kuni belgilanadi, soati belgilanadi. Siz aloqa vositasi orqali notebookingizda yoki telefoningizda vrach bilan kontakt qilib, rasmlaringizni tashlab, analizlarni tashlab berib, konsultatsiya olasiz. Borib o'tib olib bo'lishadi. Shohjahon bilasizmi? Afsuski bizda hali hamon ko'rishga ertalab soat 5 da turish kerak, rayon markaziga borish kerak, o'chirtib turish kerak, keyin to'polonda doktor oldiga kirish kerak. To'polonmada doktor oldiga kirish kerak. Mana siz ham o'zingiz mutaxassis sifatida ayting. Nechta
mana doktor 100% qabulda, offline qabulda, ya'ni jonli qabulda nechtagacha bemorni professional qabul qila oling? Kundalik rejim bo'yicha davomida. Kun ishlarida bir 3 gacha ishlaydi doktorlar. 15-20 15-20 ko'p. Yo endi aytmoqchimanki, men ham konsultatsiyaga borib demoqchiman. Tez kirib chiqib ketdi-da. Yo'ligimizda psixologiyasi haqida tez qilib deydim, gap menda yo'q. 7-8 ta bunaqa bo'ldi. Qarang, afsuski, bizda onlayn konsultativ markazlar nimaligini bilishmaydi. Mana hozir da'volar kelyaptilar, bizga murojaat qilib. Onlayn konsultativ markaz orqali. Doktor, yaxshi doktorlar mana men degan o'rtiram. Dotsent bo'ladimi, professor bo'ladimi, 5 tagacha odamni zo'r qabul qiladi. Noyoq energiya yetmaydi. Noyoqga odam energiyasi yetmaydi, onlayn qabulda. Siz 6-7, 10 bo'lib kirgandan ko'ra siz kirmay qo'ya qolganingiz yaxshi o'sha kuni. Chunki o'sha doktor charchagan. Sizning gapingiz bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketadi doktor. O'zi asabiy. O'zi asayol berganini ham bilmaydi. Ara o'zi nervni bo'lib qolgan. Mana birorta doktor sizga vitamin komplekslar haqida tavsiya berganmi shu vaqtgacha? Yo'q, faqat vitamin E. Men vitamin E'ni unchalik kuchliligini men bilmas edim. Hech kim kelmasdi, ichmas edim. Menga основной bilasizmi? Tinchlantiradigan, kechasi uxlatadigan dori yozib beradi. Asabingni tinchlantirish uchun beradi. Ha, agar qichish to'xtamasa, bu asabingiz bo'ynab tursa, qanaqasiga siz tinchlanib yura olasizda? Yo, men nima uchun aytmoqchiman bu narsani? Qarang, o'sha doktor oldiga kirganingizda qachon vitamin yozib berasizmi? Boshida 5 tasigacha yozib berishi mumkin o'tirib. Bemalol shojaman, sizga mana holat manaqa ekan. Bu muammo bo'layotgan ekan. Energiyasini sarflab. 6-sidan boshlab doktorni miyasi qaynashni boshlaydi. Kiradi, unda qaraydi, sizda psixologiyasi. Mana so'rasiz, iti chiqarib yuboradi o'sha siz. Onlayn konsultativ markazda biz individ bilan ishlash imkoniyatimiz bor. Ya'ni siz istagan paytingiz dumonla video tashlaysiz, men istagan paytim sizga dumonla video tashlayman. Men Banisadagi doktordan ko'ra ko'proq sizdan xabar olaman, tushunasizmi? Onlayn konsultativ markaz. Chunki Telegramda постоянно yozsangiz javob berishadi. Rojam beradi, men javobda. Sraz bilan savol, assalomu alaykum deysiz, va alaykum assalom javob beramiz. Ko'pchiliklar bot o'rnatib qo'yganmisizlar? Yo'q. Kompyuter oldin 12 soat o'tiramiz biz. Har bitta bemorning savoliga siz javob berish uchun deganida, albatta. Manisada yotsangiz vrach necha marta kiradi oldingizga? Avqotga kiradi. Haftada kunda bir marta kiradi. Doktoringiz oldingizga. Keyin shu bilan upska paytida ko'rishasiz. Bizda doktorga kechirasiz, daran chetida o'tirib ham yozgisi kelib qolsa yozishingiz mumkin-da. Ko'p bemorlardan tushadi-yu, uni yesam bo'ladimi, buni qilsam bo'ladimi deb har safar savol berganlarda javob berishadi-da. U shunaqa har doim. Bo'lsam saf tepaga tushsa o'sha narsa turgan bo'ladi. Deponiy dersiz, yoki so'rash kerak bemor, bo'lsa bemor o'z doktordan o'zini eshitish kerak. Yo'q, mana bu yaxshi narsa. Men aytmoqchimanki, nima uchun mana shu fursatdan foydalanadi? Onlayn konsultativ markazlar allaqachon dunyoda rivojlanib bo'ldi. Odamlar qimmatli vaqtini sarflab o'chirib turishni xohlamayapti. Anaqa professional konsultatsiya olishni istayapti va bemor doktor bilan istagan payt muloqot qilish uchun onlayn konsultativ markazlar ish faoliyatiga qo'yilgan. Foydalanish mumkin ekan. Men oldin kecha savolingiz to'g'rilib qolsin. Ko'pchilik biz o'ylaydi, to'g'risini aytsam, Alisa deb o'ylashar endi. Kecha kecha deb o'ylaysiz. Kechki soat 1da ham mana shunaqa qitish bo'ladi. Nima deysiz deb yozishadi. Javob beramiz, chunki vazifamiz, qaraymiz. Keyin azizlar, uxlamaganman bizda. Uxlamaganmiz. Shunaqa. Yo'q, men bilasizmi, shu больница nomini aytmaymiz dedik-ku, men o'sha больницаga o'tganimda, bitta apparat bor ekanda, u apparatga mansi quyi, o'sha yarani ustidan qilsa, u apparat teri ichiga kirgizar ekan. De, u apparat ham juda ham qimmat apparat ekan. Men bordim o'shanga. Tushunasizmi? U apparat menga 10 kunda hech narsa qilib bera olmadi-da. Lekin bu mayzda mana sizlardan olgan mahsulotda men 10 kunda haqiqatda ko'rdim-da. Tish to'xtatganini, qizarganini to'xtatdi, yorilib ketganini to'xtatdi. Tushunasizmi, u tekstlab berdi-da. Men aytdimki, bu dori necha kuni, u apparat necha kuni. Qarang. Men xursandman, men shukr qilaman. Alloh shu sabab chiqgan bo'lsin. Ana endi siz bu narsani tushunyapsiz-da, mana bu 15 kunlikda baribir bemor tanasi adaptatsiya holati bo'ladi-da. Ko'pchilik shuni qabul qila olmaydi. Ya'ni 5 kunlikda, 6 kunlik ishlatganda balki bo'ldi, men ishlatmayman deb. Chunki baribir ozgina qo'shilish bo'ladi-yu, tug'ilib reaksiya kirish kerak deb. O'sha nima maslahat berasiz, nima taklif berasiz shunaqa iste'mol qilayotgan bemorlarga bermoqchiman. Sabr,
yana o'sha odam o'zi uchun pozitiv bo'lishi kerak. Agar odam tushkunlikka tushib qolib, har 5 minutda tuzalib olmaymi deb qo'liga qaraversa, oyog'iga qaraversa, o'zgarish sezmaydi. Inson o'zida menimcha men o'zimdan gapiraman, inson birinchidan pozitiv hayotga bo'lishi, o'ziga bo'lgan ishonchi, ixlosi kuchli bo'lishi kerak. Har 5 minutda qaraversa, o'zgarish bo'lmaydi. Misol uchun oddiy narsa ixlos birinchi o'chirdi. Oldidagi insonlarni podдержкасы. Albatta, yaqinlarni podдержка. Men mahsulot olganimdan keyin bir hafta ahamiyat bermas edimda. Bir haftadan keyin olgan rasmimga yana rasmni yana qo'yardim-da. Keyin komandiriga ko'rib bering derdim. Keyin men o'zi bo'lganman-da ham. Shu o'zgarish sal kamaydi deb, naqsam ona voy zo'r o'zgaribdi, qara mana teng kamayibdi. Shunchalik ishonch bildirardi uni, men uydagilar hammaga o'zim ishonib ketardim-da. Shu asl birinchi o'chirdi shu. Pozitiv hayotda bo'lish, deb negativdan chiqib ketishdi. Sabr. Chunki birinchi men mayza surganimdan keyin o'g'lim juda yomon toshdi. Men qo'rqib ketdim, juda yomon toshdi, lekin men bularga kam toshmadi demadim. Chunki gaplarini eshitganman ko'pida. Sabr qilinglar toshadi deb. Keyin toshgan joyini men rasmga oldim bularga. Keyin bir haftadan keyin esimga tushib qoldi, toshgan joyiga qarasam, uje yo'q. Yana bilasizmi nima qizig'i? O'zini bo'lgan yara emas, toshgan yara birinchi ketdi-da. O'sha birinchi o'zida bo'lgan yara emasdi. Birinchi tosh qo'zg'ab ketgan yara yo'q bo'lib ketdi. Birinchi o'sha ketdi. Maslahatim shu. Demak, savollarga va ko'p bo'lamiz-da. Mahsulotlarni alishtirgan asosida degan gaplar ham bo'ladi demoqchiman. Bedamja sabr qilmaymiz yana. Sekin-astalik sintetik adaptatsiya bo'ladi deb bilamiz. Shohjahonga ham bilasizmi nima sabab bo'lib qolgan? Ko'p aldandi odamlar. Men o'zlarim aytdim, juda ko'p aldandi. Odamlarni ham tushunaman, lekin deshkol barobar emasda. Boshqa kompaniyalarni aybi deb biz ham yomonlik bo'lish xohlamaymiz. Biz nima uchun studiyaga bu kishini chaqirib gaplashamiz? Bu kishi bilan birinchi marta ko'rishdik. Faqat ma'lumot videolarda faqat murojaat qilganlarda gaplashmagan bo'lsak, birinchi marta jonli muloqot qilib turamiz va alhamdulillah shu vaqtgacha qilgan lecheniyalarga nisbatan balki maqtanish kopta ketish deb qabul qilinglar. Shu yildan qilgan lecheniyalarga nisbatan ancha ko'ngillari xotirjam. Bizning mahsulotimiz. Ammo shuning uchun ham biz faxrlanamiz. Bemorlarning ko'ngliga yo'l topa oldik va bemorlarning oldida yuzimiz yorug'. Uchrasha olmaysizlar degan odamlar assalomu alaykum sizlarga ham mana. Bemorlar o'tirib gaplashib. Yana bilasizmi nima? Yaqinda bo'ldi bu voqea. Menga telefon bo'ldi. Tanimayman, u inson ayol kishi ekan. Siz bilan gaplashmoqchi edim, siz Qorozini ko'rpalarda bor ekansiz. Byudjet tashlagan ekansiz deb. Eshitaman desam, qizlari siz eslaysiz hozir sizga telefon qilgan ekanlar. Qizlari kichkina nevaralari deb serious. Bog'chaga borib, ichirib kelolman, yotib olib, joni og'riyapti, boshi og'riyapti, nima qilishni bilmaymiz. Bu o'sha mahsulotdan deyapti. Men aytdim, mahsulotdan unaqa bo'lishi mumkin emas deyapman. Necha mahal beryapsiz deyapman. Men o'zim professor bo'lib ketib qoldim ekan. Necha mahal beryapsiz, 3 mahal deyapti. Qanchadan beryapsam, 5 dan beryapman deyapti. Men aytdim, yosh bolaga 3 dan beriladi. 2 mahal beriladi desam, ha shunaqami deyaptilar. Noto'g'ri beryapti-ki, mana misol uchun mutaxassislar to'g'ri beryapti-da, insonlar noto'g'ri qabul qilib, noto'g'ri davolayotganidan ham noto'g'ri lecheniya ketyapti-da, liqiladi. Bu shu imенно dermalaevda ham. Bola o'zlarim aytdilar, tezroq tuzalish ilinjida uni ko'p iste'mol qilib qo'yish holatlar ham bo'lgan. O'sha mana bugun ham bemor yozyaptilar, 3 kun bo'lgan sirop olganlariga hammasi ichib tugatibdi. 3 kunda yalalarda ishlanadi, u yomon ta'sir qilmaydimi deyapti. Yo'q, asli-ku yomon ta'sir qilmaydi, lekin uni normasi bor hamma narsani. Asali ham o'zi shirin. Sekin-sekin ertab chilagan narsa. Bir haftada tugatib qo'yilmaydi u narsa zot. Men hamma narsada barni hafta qo'yilib bo'lgan. Yaxshi qoidasiz ichilayotganlar ko'p. O'shaning uchun allaqarchi negativ bo'lib qolyapti. Bir kun kechqurun ichamiz, bir kun ertalab ichamiz. Qachon esimizga tushgan paytda ichamiz. Men o'zim hozir uchun men qo'pol bo'lsam aytaman, hozir uchun bir paytda ichganman-da. Va endi suratli yosh paytimiz. Hozir bitinni bola bo'lganman. Nima berishgan? Kapsula berishgan. Bu alonglik olgan. Xohlagan paytim ichardim. Keyin bitta nutritsiolog tanishimiz bilan gaplashsam, nutritsiolog aytdiki, xohlagan paytingiz ichsangiz hech qachon sizga ta'sir qilmaydi. Normal asosda, instruksiya asosida, mutaxassis yozib bergan asosda iching.
keyin instruksiya bo'yicha ichib ko'rganman. Qanday qilyaptim? Bir oy instruksiya asosida ichib ko'rganman. Yaxshigina effekt beradi. Ya'ni hamma narsani o'zini tartib qoidasi bor-da. Ichganingizdan keyin uni qancha bilan kungacha dozachi ta'sir qilib turadi sizga. Shuni qarab shuni ichaversangiz, baribir o'sha dozada bo'laveradi. Yo'q, endi anaqa narsalar tartib qoida degan narsa muhim hamma narsada. Shu psoriazdan anqisi tartib juda muhimda. Kunlik tartibdan bog'lashga Albatta uxlash mana uyqu yo'q. O qizimiz murojaat qilgan paytlarda uyqu yo'q. Bularda stress bor, depressiya bor. Biroz nima o'zini aurasiga o'ralib qolish bor. Bizga pozitiv ishongisi kelib gapiryapti-yu, lekin biz o'sha mutaxassis bo'lib ketganmiz-ku odamlar bilan ishlab. Baribir notalarda, so'z orqalarida qanaqadir baribir nima bor ekanlanish bor hali. 50 bo'lib turgan. 50 yil bo'lib turgan paytda. Olib ishlatishni boshlaganlaridan keyin baribir ikkilanish bo'lgan. To uni ishontirib olib, yaxshi tomonga o'tkazib olgunish uchun biz vazifamizni uni ishontirib oxirigacha olib borishda vazifamiz. Ishontirishga o'zi ko'pchilik aytadi, sizlar majburmisizlar o'zi ishontirishga. O'zi asli majbur emasmiz. Lekin bemorda sizga ham umid bilan murojaat qilyapti. Unga qanaqadir umid berish kerak, kutib bu aytganingizdek bunaqa holatlarda eng muhim narsalar. Albatta umid berish kerak. Uni qanday ishontira olishingiz kerak. Lekin ishonish istamay odamni ishontirib vaqtimizni ketkazib o'tirmaymiz. Lekin mana bunaqa samimiy fikrlaydigan, savoli to'g'ri beradigan, qog'ozlarga bir narsalarga o'la burchak-surchakda ham bo'ladi. Bu mana sosiq gapiradigan odamdan ko'ra, buni haqiqatda gapiradigan odam yaxshi bor. Bular bilan ishlash osonda, bemor sifatida va men mutaxassis konsultant sifatida bu kishi bilan ishlashga men qiynalmadim. Mehrojon menimcha qiynalmadim. Sababi aytilgan narsani bemor vaqtida qiladi. Tartib qoidaga tushun va o'zini mana yerda ong ostida podsoznaniyasida tuzalishga bugun umidi bor. Umidini uzib qo'ygan, hayotga qiziqishi yo'qolgan, depressiyadagi, xonani bir chekkasiga bekib olgan, butun dunyodagi hamma odam absolyut yomon ko'radigan odam davolamaysiz-da, o'zim mutaxassis aytaymi. Shunaqa bo'lib qoladi. Psoriazda inson shunaqa bo'lib Azizlanib qoladi ekan. lekin o'sha narsadan olib chiqib ketish uchun yoningizdagi insonlar, sizni davolayotgan insonlar motivatsiya berib, sizni nima deydi, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni kuchaytirib tursa, tuzalib ketadi-da odam. Xohlasa albatta. Menda o'zimda shunaqa bo'lgan. Hozir mana aziz ko'rish, nasroy pozitivdir. Xursandman. Siz xohlasa davomiy bo'lsin mujodatim. Hop, kelayotgan bemorlarimizga nima maslahat berasiz? Maslahatimcha shu, mayli o'xshab tavakkal boshlashsin, tuzalib ketishadi. Chunki tavakkaldan boshladim. Sabr qilsin. Asosiysi shu. Asosiysi shu, boshqa hech narsa deyolmayman. Bilasizmi, yonidagi insonni qo'yib, bu devorlar ma'lum chetlar ekan, sirup mamnat ekan, mazmunlar ekan deb turgan insondan pochida deb aytardim o'sha inson. Chunki qo'yib bu reklama ekan. Bu hozir senga maqtayapti, o'zini davom o'tkazish uchun deb aytayotgan insonlardan qochinglar deb aytgan bo'lardim. Chunki men qanaqa qiynalgan insonman bu psoriazdan bo'lindi. Hozir qanaqa mazza qilyapman-da, uxlayapman, уже bunda kuftik kiyardim, deyman, mana shunda kuftik kiyardim. Bosh qo'llari karta. Mana sarayman, bo'lni mana shu qo'limda bor edi. Siz mana restoranga o'rtoqlarni o'tga borsam, qarindoshlarga borsam, mana shunda kiyardim-da. Xohlasa. Men hozir mana bunda qilib o'tiraman, men qo'lni ko'rinaveradi. Men uyalmayman. Men o'tiraveraman. Просто yoningdagi inson senga negativ bo'lsa qoch. Lechение nol. Yo, do'stlikning belgisi emas. Do'stlikning belgisi emas. Qochib ket bo'ldi, ol mana. Men davolamayapman-ku. Yana insonlarga nima kerak tushuntirib berish uchun. Men davolamayapman. Men qo'lim poplashsa yana bo'lib tuzalib ketgandan keyin futbolkada o'tirib ham ko'rsataman. Men tuzalib ketganimni. Просто o'sha insonlardan qochsin, davolansin, ko'rsin, duo qilishadi. Xudo xohlasa. Hop, Munojot opa, vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat sizga. Xudo xohlasa yana ko'rishamiz ham ekanmiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat.